Yurtboshimiz biz mahalla raislariga belgi yilda mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Bunga biz mahalla raislariga juda ham katta yana ham mas'uliyat yukladi. Bu yilni yil nomi bilan biz o'zimiz mahallada, ya'ni Mirzacho'l tumanidan chekka hudud O'zbekiston mahallasi da bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Bu yilimiz yangilangandan biz eng quvonchligi bu yil bizga yangi O'zbekiston loyihasi tushdi. Bundan muhtara prezidentimizga, viloyat hokimlarimizga rahmat aytamiz. Buni eshitgan aholimiz juda ham xursand bo'ldi. To'yga to'yonasi bilan chiqqan holatda biz ham o'zimizni hissamizni qo'shaylik deb 24 ta ko'chamiz oqsoqollari menga yelkama-yelka turib, mana bugungi kunga mahallani obodonlashtirishga juda ham hissa keng qo'shdi. Hozirgi kunda O'zbekiston mahallasida 3444 ta aholi bo'lib, 660 ta xonadonim bor. Bu xonadonlarda har bittasiga bu yangi loyiha kirib boryapti. Yurtboshimizni bizga shunchalik e'tibori seni har bitta xonadon his qilyapti. His qilish jarayonida har bitta xonadonda o'zini hovlilari tozalanib, ariqlar tozalanib, oqlanib, har bitta xonadon o'ziga kerakli mahsulotlarni ekishni boshladi. Yana bir yangi nimalardan aytib o'tib ketadigan bo'lsak, Ramazon oyiga mahallamizga tadbirkorlar tomonidan arzonlashtirilgan bozor yarmarkasini tashkil qildim. Bunda aholiga juda ham keng qulaylik bo'ldi. Mahsulotlarda arzon, mana shu Ramazon oyi uchun arzonlashtirilgan bozorda narsa olib ketyapti. Xalq xursand. Hozirgi kunda xatlov jarayoni kechyapti. Xatlov jarayonida 7likda ertalabdan olgan vazifalari 7lik bilan birgalikda har bitta ko'chani xatlovini o'tkazyapmiz. Har bitta xonadonda xatlov o'tkazyapmiz. Har kungi tumanimizning viloyat hokimining topshiriqlariga asosan topshiriqni bajarib, Ramazon oyini juda ham yaxshi kayfiyatda obodonlashtirishda, bu oyligimiz obodonlashtirish oyi bo'lganligi uchun obodonlashtirib boryapmiz.